Ben bitta gap gapirib qo'yayin yoqasam. Shu odamlar hayotda 3 ta toifaga bo'linar ekanda. Birinchi toifadagi odamlar bu mevali daraxtga o'xshar ekan. Bu odamlar faqat hayotda hammaga yaxshilik qilish bilan yashar ekan. Xuddi mevali daraxtni, mevasini yeyman deb shoxini sindirib olib, ziyon yetkazsa, yanagi yiliga u shoxi yonidan 5 ta shox chiqarib, undan-da ko'proq meva qilib yaxshilik qilavergandek, ayrim odamlar shunaqa qilar ekan. Bularni ko'plari ustozlar bo'lsa kerak, ha? Barakalloh, mavlono. Endi yana bir toifa odamlar bo'lar ekanki, u odamlar sog'in sigirga o'xshar ekan. Unga qancha ovqat berilsa, sog'in sigir shuncha sut bergan singari, u odamlarga qancha yaxshilik qilsangiz, u odamlar ham sizga shuncha yaxshilik qilib qo'yar ekan. Endi uchinchi toifa odamlar bor ekan, ular chayonga o'xshar ekan. Agar mabodo boshini silaydi, birorta odamga yaxshilik qilaman deb, boshini silamadim, yaxshilik qilsang ham sizga ziyon yetkazadi-ku. U chayonga o'xshatishligini sababi shunday ekanki, chayonni boshini silamasangiz, dumini qayirib kirishini chaqib o'ldiradi-ku sizni. O'sha singari faqat qochib qutulinlarga xolos uchinchi toifadagi odamlar. Na do'stlikka, na sheriklikka, na safarga hech narsaga yaramas ekan. Faqat qochilarga xolos uchinchi toifadagi odamlar. Hammamizga birinchi toifadagi mevali daraxtga o'xshagan bo'lib odamlarga xayrlik qilish, yaxshilik qilish nasib qilaversin. Sog' bo'ling.